Ravshanboy aka, insofingiz bormi? Taka bo'lsa sut bersin. Qo'y bo'lsa foyda qilsin bizga. Xudo xolasa albatta. Yengillaridan, Zo'rlaridan, arzonidan. o'ta ham arzon xudo xolasa. Bugun videoni ko'rishsa, xudo xolasa kecha hayit o'tib ketdi, hayitligini ichida qilib berasiz. Xudo xolasa hayitlik ichida. Yengil bo'ladi. Hayit 3 kun hayit. Videoni oracha kuzatasiz aka mana. Aytishadi-yu kattalarimiz aka, taka bo'lsin, sut bersin, qo'y boqing, foyda qilsin deyishga akalar. Mana sizga insofli akamizdan yana akalar, yangi partiyalarimiz dahshatlar akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday puli qulay asl hisori qo'chqor ishqibozlar. Akalar, bugun hafta kunimiz Xudo xolasa payshanba, ertaga juma. Hammaga kelayotgan juma muborak deya bugungi video syomkalarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqqishlog'ida, ya'ni insofli akamiz Ravshanboy akamiz qo'yib bermalaridan. Assalomu alaykum. Ravshanboy aka. Assalom, sog'lik, yaxshimi? Hayitlarmini, ayyomlarni. Bugunsiz hop, bugunga nech bosh Ravshanboy aka? Bugunga Xudo xolasa bir 70-80 taga yaqin chiqadi. 70-80 bosh. Ko'rib turibsiz. Kechagi havo bugunga to'g'ri kelmayapti. Kechagi narx kerak bo'lsa bugunga to'g'ri kelmayapti. To'g'risi gap. Shuning uchun aka, Xudo xolasa hozirgi tempdagi bozorga nisbatan arzonmi qo'yingiz? Arzon. Mana sizda hali kelib, mana ulug' xonadoningizda turibmiz aka. To'g'risi gap. Kelib birov kelsa, bir piyola choy ichadigan joyda turibmiz aka. Albatta. Hapoma. Realni gapni gapiraman. Sizdan narx qancha deb ham so'raganim yo'q, a? So'rag'i yo'q. Aka, menga qarang, menga qasam qilib kerak. Men qo'lda ushlab turib, jazma savdo qilsa, mana ichida nechta qo'y bor? Mana shu yerda 25 ta qo'chqor bor. Issiq kunda bu jonivorni ham tili yo'q, zaboni yo'q narsani qiynamaylik aka. Bo'ladigan real narxlarga gaplashaveramiz. Yosh oyligi qanaqa? Buni yosh oyligi 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Bo'yi vasta 70 plus minus kilogramm aka. 65 plusga olsin. Qo'chqormi emasmi? Emas, qo'chqor. Mana 65 plus o'zlariga verildi. 65 plusga olsin. 70 plus minusni atkaz qilib 65 plusga verildi mana. 70 bo'lsa obunachilarga santimetrga qo'yib sotmaymiz, lekin 65 dan kichigi yo'q, 65 plus 70 gacha. Bo'yiga bitta qo'yib. 65 plusga olishamiz. Bitta bo'yiga qo'yaylik aka. Bu real haqiqat bo'lgani yaxshi. Menki kimdir keladi aka, kimdir kelolmaydi. Mana. Qani bismillah. Mahkam ushlang aka. Mana mahkam ushlang. Mashallah. Tek. Mana. Hey. Mana aka. Mana bu yer sirtidan balandligi mana 68 sm aka. Mashallah. Bo'ldi mana. 65 plus real holat aka. Qani bismillah. Mana taniqli qo'yimiz aka mana. Xitoy to'xtabdir janivar. Mana. Hop, 68 sm, 67 sm. 65 plusga olishaversin, uyalib qo'ymaymiz. O'zingiz aytganda aka o'lchab sotmaymiz, Ravshanboy aka. Albatta. Yo'q, prosta videoda qanday ko'rinadi, shunga o'lchab qo'ydik xolos. Mana shu yerdan bitta o'tkazib bering aka. Bitta demagaki, baribir keladigan inson bor, aytganimdek, kelolmaydigan inson bor. Yaxshilab ko'rib olibsiz aka. Bitta o'tkazavering, ana shunday. Bitta o'tkazavering aka. Yur janivar. Realni bor narsani ko'rsataylik. Yo'q narsani ko'zda shamg'alat qilish keragi yo'q. To'g'risiga. Nima deymiz? Ravshanboy aka, insof bordi, barakasi bor deyilgan. Oldi qo'shtisi yo'q. Chiroyli narx aytaman, xudo xolasa ma'qul keladi. Kanalda salkam yangi bo'lib qoldik. Nimaga aka, mehmon bo'lib qoldik. Voh. Endi aka, shoshmay turingda. Baho barakani olayotganda kattalarimiz aytgan, olayotganda yig'ira olamiz. Albatta. Sotayotganda kulib sotamiz dedi. Sizni men syomka boshlagandan beri kulayotganingizni ko'rganim yo'q edi. Mana holat xudo xolasa o'zgardi. Narxi ham xudo xolasa yengil bo'ladi. Mashq qo'chqorlar, odam chiroyli barakat olsin. 3 million 400 ming so'mdan Akramboy. Ravshanboy aka. 3 million 300 ming so'mdan. Ravshanboy aka. 3 million 300 ming so'mdan. Bir yerga. Tanlab olsin. Bitta olsin ham. Barakasini bersa aka, 3 million 300 ming so'mdan mana. Badani ariq, tiriq, so'lima, astatga qo'zmas aka. Hammasi sveji. Xudo xolasa olgan inson yaxshi baraka topadi. Dumbovoshlarini ko'rib chiqdim aka. Xudo xolasa ortiqcha osilgani yo'q. Keyingi o'rinda badaniga, tanasiga e'tibor berib chiqdim akalar. Xudo xolasa meni ko'zimga tashlanmadi. Birorta qo'tiri, kasali, nogironi, oyog'i o'rayotgani, tumshug'i chaqasi, qo'pol olsa aytaman, yoni chaqasi yo'q. Oborasiz yana bir qator ko'rib olasiz aka. Xudo xolasa namog'i bor.
Zoti yaxshi qo'zilarda o'zini o'zi maqtaveradi qo'zi. Xudo xolasa aka olgan insonni Chiroyli 1 baraka so'mini topadi. 2 so'm qiladi. Bitta qisqa qilib gapirganda aka. Albatta. Men aytaman-da aka, katta narsadan ko'ra mayda narsadan ko'proq foyda qoladi. Yana bitta narsa bor. Ya zo'rini olish kerak, ya arzonni olish kerak. Zo'r ham yaxshi foyda qiladi, arzon ham yaxshi foyda qiladi. Barakasini bersin. Xudo xolasa bu birinchi partiyamiz aka. Birinchi partiya. Bundan keyingi Sovlig'i bor, uddorlari sovliq. urg'ochilaridan. Urg'ochilar. Uni ham bir bunday arzon qilib berasan. Bugun ishimiz bitadimi shayda? Vaqtlari qachinishmaydi. Xudo xolasa duo qilishadi. Siz ham men. Barakasini bersin. Besabab pashsha ham ucholmaydi, besabab aka har doim ham kelolmaydi. Shuning uchun aka xudo xolasa hammasini sababi bor. Sizga kerak emas qo'y, oramizda kimgadir aka kerak. Mana shu qo'ylarni ham kimdir aka xudo xolasa yaxshi suyib olib borib boqadi, foydasini qiladi akalar. Shuning uchun siz ham bizga ham nasib qilsin. Bundan ham olingiz nasib qilsin deb bitta laykni bosib qo'ying aka. Nechta bayda? O'shanbay aka. 19 bosh, bari sovliq. Oy, aka. Kulib barakani berasizmi? Ya, bitta, xudo xolasa. Nima deymiz 19 tasini yosh oyligini? Bir dadilingiz bormi? Bor. Ostin 100 mingdan o'tdim deyalasizmi? Ya 100 mingdan emas, 300 ming, 300 mingdan o'tib gapiraman. Mashalloh. Nima deymiz yosh oyligini? Yosh oyligi shu 5 oylik atrofi. Quyrug'iga e'tibor berib chiqdim aka, sog'liqni. Men qaysi qo'y, qo'chqormi, sog'lommi, farqi yo'q. Birinchi quyrug'iga e'tibor beraman aka. Oladigan inson ham shu quyrug'iga e'tibor bersin. Nimaga? Aka qochganligi 100% aniq bo'ladi akalar. Albatta. Nima deymiz? Xudo xolasa buni yo'lida qilib beramiz. Gapiringlar. Sog'liq xudo xolasa. Olgan odam chiroyli baraka topsin. Narxi hammasini bir joyga olganga sarig'ida, oloyda, qoraydi yo'q. Bir joyda 3 million 200 ming so'mdan olgan odam chiroyli baraka topsin. Ro'shanboy aka. 3 million 200 ming Mana so'mdan. qo'lda kelib dadil ushasa, Ro'shanboy desa o'tadigan joyingiz bormi? Martqa-mart hammasini olganga xayri bor. Xayri bor. Bor. Xudo xolasa aka xayri bor. Buni hozir 3,5 dan tushib 32 ga to'xtash kerak yo'q. Qo'yga qarab olishaveradi, lokasiyadan tashlab beramiz, bemalol kelib solishtirib olishaveradi. Tanlab olsachi bitta ikkita qilib. Bitta ikkita tanlab olsa filiz bo'lib qoladi. Mard bo'ling. Mard bo'ling. Saroy nima u? Olsin. Barakasini bersin. Optim joyim aka. Optimda olaversin aka, optimda arzon-u. Optimda arzon bo'ladi akalar. Mana xudo xolasa oladigan inson tepasiga kelib ko'rsin. 3 million 200 mingdan xohishingiz tanlab oling, xohlang aka. Optim oling, farqi yo'q. Bo'yni 65 ga olishaveradi. Aka hammasi sog'liq, bir aytishda. Qo'chqori aka ichmasi yo'q. Hammasi sog'liq. Qo'y qiladigan insonga tavsiya qilamiz akalar. Albatta. Bu hali ikkinchi partiyamiz. Arzonlar yana chiqadi. Bundan ham arzoni bormi? Qurbonlikka ham bitta ikkita bunday ulgurmagan aka ukalamizga yaxshilardan bormi? Endi bu oxirgi partiyamiz emas, lekin qo'zilardan akalar oxirgi partiya bo'ladi. Bundan keyin o'sha katta qo'chqor so'ragan aka ukalamizga katta qo'chqorlar chiqadi. Ro'shanboy aka, menga kelyapti aka, to'g'risini gapirayman, klientlar keladi aka. Bizdan maslahat so'raydi. Insoflisini, bir diliga idealit qo'pol olsa aytaman, dini baquvvatini yaxshisini kelganda qo'lida o'sha baraka topadiganini, arzon sotadiganini deb juda ko'pchilik so'raydi aka. Realni gapni gapiraman. Kelgan inson mana shu To'raqo'rg'on saroyiga kelgan inson sizni 70% mashquraga kiradi. Kiradi. Ishi bitib chiqib ketyaptimi? Albatta. Ishni bitiramiz. Bugun bizga ham ishimiz bitib chiqib ketish kerak. Albatta. Qancha deymiz? Ro'shanboy aka. Soni 14 bosh. Xo'p. 4 dona sog'liq bor, qolgani qo'chqor. 4 dona urg'ochisi bor. 4 dona urg'ochisi. Qolgani qo'chqor. Yosh oyligi? Yosh oyligi 4 oylikka olishaversin. Atrofida bo'ladi. Atrofi. Endi tug'ilganda aka tepasida bo'lmagan. Endi shuning uchun narxini ham gapirib qo'ying Ro'shanboy aka. Narxini ham xudo xolasa yo'lda aytamiz. Mana uni 14 tasini bir joyga tortdim deganga martqa-martman. 3 million 100 ming. Ro'shanboy aka. 3 million bo'lib turibdi mo'ljalingiz. 3 million. Mo'ljalingiz 3 million so'mdan. Mo'ljalingiz 3 million so'mdan bilib turibmiz. Yana o'tib berasiz telefon qilsa. Telefon qilsa xayri bor. Ro'shanboy aka. Qarang, telefon qilsin. Sardor blogerdan kuzatib bordik uka. Ana shu qo'ylar menga yoqdi, hammasini oldim deganga chiroyli narx. Kulib baraka berasizmi? Yo'q. Xursand bo'lishadi bu qo'ydi ko'p. Barakasini bersak, xudo xolasa aytadi-yu. Injilib bergan qo'ying ham, puling ham kerak emas deyishga aka kattalarimiz. Kulib baraka beriladi aka. Xudo xolasa olgan insonda ishi juda chiroyli bitadi.
Ro'shanboy aka xudo xolasa tanlab olsa ham berasiz 3 million so'mdan. 2 kishi bittasi ham beraman dedim-ku. Barakasini bersin. Hali bu ishlab bitadi xudo xolasa. mana qo'zimizda hali oxirimi? Bu videomizda oxiri emas. Bu qo'zimizda oxiri olasa, hali bu yog'ida Katta qo'chqorlar bor. katta qo'chqorlarimiz bor. Yaxshilar bor. Zotga bor bitta tavsiya qiladigan. Endi akalar qurbonlikka kech qoldimmi deb o'zini o'zi siqib o'tirgan aka-ukalarimizga siqilishga hojat yo'q. Mana qurbonlik boplari aka. Kuzgacha boqsangiz to'y boplari mana. To'y bob bo'ladigan variantlari. Soni 7 ta ekan aka. 7 dan biri Xizr deydi-yu. Xudo xolasa Xudo aka. xolasa Haligi qurbonlikka ham yaxshisidan, zo'ridan tashkil etishadi-da. albatta. Mana aka zo'ridan Alloh xolasa. Endi ja zo'r bo'lib 200 kiloli qo'ymas, lekin holatiga nisbatan zo'r ekan badan aka. 15 ta 20 ta 30 ta qo'yib bor odamga qo'chqorlikka ham tushaveradi. Qo'chqorlar xudo xolasa. Olib tish yori bo'lganmi aka? Tishori bo'lgan. Bir 4 tasi 2 tish, 4 dan 5 tasi. 1-2 ta qo'zisi bo'lishi kerak. Narxini qancha deymiz Ro'shanbek aka? 5 tasi 2 tish ekan. 5 tasi 2 tish. qo'zi, ha. 2 tasi qo'zi. 5 tasi 2 tish yorgan. Bitta tishini ochib ko'rsatib qo'yaylik aka. Tushlang. Mana bu kashtan janivar. Rosa aka, tish yorgan qo'ydi urug'i pishgan bo'ladi deyshadi. Narxini qancha deymiz Ro'shanbek aka? Mana yo'q. Jonivar kecha. To'xta. Uzunligiga ham qarang, ochiq ham uzun ekan lekin mana. Mashalloh. Chiqasa, tish. so'ysa ham boqsa ham aytaveradi. Narxini qancha deymiz? Qo'chqorlar ham ideal. Narx oldi qosh qilmayman. 6 million 200 ming so'mdan chiroqli bitkizib beramiz. 6 million? 6 million 200 mingdan, 6,5 emas. Bo'ladigan narxim Ro'shanbek aka? Bo'ladigan narx. Haligi mayda-chuda qilib gapirish kerak. Realni bo'ladigan savdoni gapirishaveradi. Buni olib aka muqim qurbonlikka so'yar, balki qo'yga qo'shar. O'zini Balki o'zi biladi. mehmonga so'yishar, balki dalshi boqishar. Chiroyli baraka topsin. 6 million 200 ming so'mdan hammasi olganga ozgina xayri bor. Qancha xayri? Donalab kafilisi bor. Qancha xayri bor Ro'shanbek aka? 7 dan tortdim deganga 61 dan bersin. Barakasini bersin. Mana shu yigitcha gap bo'ladi. 6 million 100 ming so'mdan 7 tasi aka. Tanlab olishingizga endi bu aka to'g'risi gap yem yeb turgan qo'chqor. Bu qo'yda kilogrammida farqi bor. Oldi bilan pastida. 2 kilo 3 kilo farqi bor. Shuning uchun aka xafa olmang. 2 kilo 3 kilo go'shingiz 150 mingdan olganda 300 ming 400 ming farq qilib qoladi. Albatta. Shuning uchun aka bu qo'yda plus minus bor deb gapirilyapti. To'g'ri. Birovga kattasini 5 kilo go'sht og'ir qo'ydi yoki 3 kilo go'sht past qo'ydi, bir xil narxda sotib qo'ymaslik maqsad aka. Maqsad hammani teng ko'rishlik. To'ppa to'g'ri. Bu oxir emas aka. To'g'ri tushunsiz. Yana bor, boqma zo'rlari bor. Endi aytamiz, u kissaga qarab, cho'ntakka qarab harakat qilinadi aka. Birovning gapiga, birovning so'ziga emas. Yana ham puli yengilroq. Hozir kecha kunduzda o'rta qo'y deb so'raydigan aka-ukalarimiz uchun aka qurbonlikka bo'ladigan haqiqiy ishonarli keyingi o'rinda aka xohlasangiz yemlaydigan varianti mana. Son nechta Ro'shanbek aka? Son 6 bosh. 6 bosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. O'sha 10 oylik atrofidagi qo'chqor aka. Mana endi realni tug'ilganda tepasida bo'linmagan, lekin 10 oydan past emasligi aniq. Nimagaki aka 10 oydan past bo'lsa bu qo'zi sentyabrda tug'ilgan bo'lishi kerakmi? To'g'ri. Sentyabrda tug'ilgan bo'lishi kerak. Aka bu sentyabrda qo'y xo'jalikni qo'y tug'adi olasizda. To'g'ri. Bu aka eng kamida shu fevral, mart qo'zisi bo'lishi kerak. Shunday. Nima deymiz aka? Bu xudo xolasa bo'ylari 80 plus minusga olsin. Narxi ham xudo xolasa yo'lda bo'ladi. 6 dan bir joyga tortdim deganga buni qurbonlikqa pul yengildan qidirib yurgan, cho'ntakka qarab ish qiladigan insonni qo'y aka. To'g'ri. Shuning uchun narxini gapiring. Rosa osmondan kelmaymiz, qo'yga qarab. Qochirma. 4 million 900 ming so'mdan odam chiroyli baraka topsin. Ro'shanboy aka, mana shuni 48 dan qilaylik, 1 yil bo'lsin. Xursandmisiz? Ikrombay. Yo, menga qarang. 5 million. Yo, menga qarang-da. O'zingizni mo'ljallangiz 48 ta. Shuni borini aytaylik, olayotgan inson ham hali 5-4 so'm o'tib ber, yo 5-4 so'm qo'shib ber degan gapni gapirmasin. Barakasini bersin. Kecha emas, shu bugun ham aka 4 million 200 ming so'mdan qo'zi shu yilgi 2026-yilda 5 oy, 6 oy, 7 oylik qo'zini chiqaryapman-da. Sotilyapti, to'g'ri. Bu xudo xolasa aka yengil oldi. Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin, oyga odam chiroyli baraka topsin. Xudo xolasa siz bilan biz ham aka qurbonlikka oladigan inson duo qilsin. duo qilib qo'ysa aka. Yengil bo'ldi. Xudo xolasa endi qo'limizdan kelgancha. Albatta. Endi bu qo'yda bozorda qolib yo'qda, bozorda aka balki
bekariga berib bro. Balkim, Savobga. to'g'ri. Balki aka 7 millionga ham sotib qo'yadi. To'g'ri. Endi to'g'risiga buni bozorga solishtirgan bilan baribir foydasi yo'q. To'g'ri. Lekin insofi bor inson insofga qarab narx aytaveradi. Lekin meni mo'ljalim 4.800 dan yengil bo'ldi aka. Xudo xolasa arzon. Xudoyim Olgan odam barakasini bersin. baraka topsin.